Aniq bu narxga qimmat so'raysiz, okey? Bitta narxga qo'yib beraman. 49 ming dollarga qo'yib beraman. Xalq maza qilsin, yana sunnatiga ozgina o'tib berasiz. Rozimisiz? Bo'ldi. Tashmi postdan 6 kilometr o'tganda avtobus kaneskasi bormi? Ana o'sha ro'parasidagi mahalla yo'l yuzidan 100 metrgina tushganda mana shu 2 sotix maydoniga joylashgan tayyor 3 xonali plus kuxnya o'zini podvallariga ega. Korobka holatda sotiladi. Narxi 49 ming dollar. Asosiy kirish qismidan ko'radigan bo'lsak, keyin katta hovlisi polностью xonadonimiz pishgan g'ishdan bo'lgan, tomlari yopilgan. Umumiy 3 xona plus kuxnya botdi. Ichkarilardan ham ko'rsatib beraman. Kiruv shunaqa uzun hol xonalar ketma-ket joylashgan. Chap qo'lda bu yoqda ayollarimiz uchun kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Tegi podval, okalar. Va bu yoqda bitta katta zal mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Va umumiy sanuzor joylashgan bo'lsa, ketma-ket ikkita yotoqxona joylashgan bor. Ko'ryapsizlarmi? Orqa hovliga qaragan o'zini oynalari bor. Tashmi postdan 6 kilometr o'tganda joylashgan 2 sotixli korobka holatda polностью pishgan g'ishdan bo'lgan uchastkani sizlar uchun narxini 49 ming dollarga qo'ydik, okalar. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. Sunnatiga o't beriladigan joylari bor. Bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.